Assalomu alaykum hammaga. Salomatmisizlar? Gruppa. Men sizlarga bitta gapirib o'tib ketmoqchiman-da. Bugungi kunda marketing naskолько atletlarda, вообще-то yoshlarning miyasiga ta'sir qilib qolganda. Kim oldimga kelsa, nima ichsam, nimadan boshlay, nima ichsam o'zgaraman, qanaqa ichsam o'zgaraman, qancha ichsam o'zgaraman. Xo'p, bu narsaga uverin turib gapiraman. Nimaga bunchalik o'zingizga ishonch bilan gapirasiz deb so'rasa, 10 yil, 12 yil oldin men ham hamma narsani tinmasdan ichib ko'rganman. Absolutno hamma narsani. Atletdan faqat ikkita narsa so'raladi. Ikkita narsa. To'g'ri ovqatlanish bilan to'g'ri trenirovka. Bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Sport do'konga kiringlarda bir boshidan mana bunaqa polka bo'ladi, mana shunaqa polka bo'ladi, mana shu. Bir boshidan ichib kelib yana bir 3 ta qaytalab ko'ringlar. Biron nima o'zgarsa qoyil qolaman. O'zim xuddi shunaqa ichib ko'rganman qayta. Ishxonamdagi bolalar Amerikadan Animal Pack'larni 10 talab zakaz qildirib ko'rganman. Hardcore, kreatin, hamma narsa ichib ko'rganman. Glutamin. Xo'p, muhimlarini olib qolamiz. Oddiy e'tibor bermaydigan faktlarni gapirib o'tib ketaman sizlarga, qaranglar. Mana bitta e'tibor bermaydigan jihatlarni ko'rsatib o'tib ketaman, qaranglar. Masalan, men protein. Mayli endi brendini ko'rsatmayman, reklama qildi demasin. Любой proteinni olasizlar. Sostavga e'tibor beringlar, mana sostav. Hammasi bor ichida. Mana arginin, sitrulin, mana shunaqa narsalar bormi? Mana glutamin, triptofan, L-triptofan, bitsa, absolutno hammasidan qo'shilgan, mana hammasidan qo'shilganda. Endi qo'shimcha vitamin nima keragi bor? Bitta proteinni o'zi bilan ham ish bitsa. Proteinga sharoiti yo'q insonlar vitamin nima degani? Shunchaki ovosh, mana bu zelin, pelinlar, mana shular ham vitamin, o'shani yesagan bo'ladi. Arginin, kreatin, bitsalarni qachon ichamiz bilasizlarmi? Когда уже buni zaldan tushuntirmoqchi emas sizlarga, mana qaranglar. Misol uchun atlet zalga keladi. Mana hozir shtangada 40 kilo turibdi, 40 kilo. Atletni o'zi deylik 80 kilolik bola уже bir 100 kiloni ko'tarishni boshlaydi, 120 kiloni ko'tarishni boshlaydi. O'shanga yarasa kerakli oqsil olish kerak. Ana o'shanda qo'shimcha protein, ana o'shanda qo'shimcha arginin, qo'shimcha vitaminlarni ichsa bo'ladi. Men bu narsalarni qilmasdan turib, yo'qotmasdan nima keragi bor vitamin ichib, men shuni tushuna olmayman. Bu narsani cho'tki qilib yo'qotsak, keyin ichsak bo'ladi. O'shaning uchun iltimos sizlardan bo'lar bo'lmas narsaga chalg'ib, men bu rasxodini o'ylab ko'nglimizni qoldirib yormaylik. Insonning ko'ngli shundan qolib ketadi, baribir moliyaviy jihatga taqaladi. Mana shunaqa qilib turib motivatsiyani tushirib yoramiz-da. Chunki buni rasxodi hisoblab chiqsak, bu rasxodini hisoblamanglar. Shunchaki mana bu begovaya дорожкаga kelib turib 10 minut yurib, mana bu toshlarni ko'tarib chiqib, trener ham kerak emas. Mana shunaqa qilib ketma-ketligini kimdandir ko'rib, qaysidir bolaga qarash yoraman, o'rgat deb turib, masalan bu bola qilib turibdimi, qarash yoraman, o'rgat deb turib, yonida qilib ketaversak ham sog'ligimizga yaxshi. Vitaminni olib qilmasam o'xshamas ekan deb o'ylamanglar, iltimos. Vitaminga kasal muhtoj bo'ladi, soppa-sog' odam emas. Kasal yotib turib harakat qilmagani uchun vitaminga muhtoj. Sizlar o'sha harakatni boshlagandan keyin itak modda almashinuvi tezlashib oladi atletlar. Iltimos ko'nglimizda arzonchi fikrlar bilan qoldirib yormaylik. Ko'nglimiz bebaho his-tuyg'ularga to'lishi kerak. Salomat bo'linglar. Xo'p, qaranglar. Mana bu yigit bugun birinchi kun keldi. Bu ozg'in yigit. Qarang, e'tibor beringlar, shoshilma. Buni hozir xatolari, mana oyog'ini bo'sh qo'yib qo'ygan. Oyog'ingni mahkam qil. Negativniy faz, ya'ni tushirishing sekin bo'lsin, ko'tarishing tez. Ketdik shu kontrolli usha. Sekin tushir, tez ko'tar. Sekin tushir, tez ko'tar. Mana bunga hozir 20 kilo ham og'ir. Sekin o'rgatamiz. Bu hozir xayolida nima xayol bilan kelgan? Bitta narsa ichaman, zo'r bo'lib qolaman deydi. Bu bitta narsa ichish kerak emas. Shunchaki tabiiy narsalarni yesa ham joyiga tushib oladi. Tabiiy narsalarni yesa ham.
Bu bitta narsa ichib o'zgarganda, u narsa hammani xayolidan o'tib bo'lgan, menikidan ham o'tib bo'lgan. Chunki xayoldan o'tgan narsa hayotda ishlamagani uchun mana shu mashaqqat chekamiz. Bu endi tabiiy narsalarni yeb turib, mishsasini boqishni o'rgatamiz. Boqish jarayonida chiroyli o'sishi uchun kachka qilamiz.